Katta qiz telefondan bo'shamaysan. Tur bir padizaga suv sepsang bo'lmaydimi? Nanajon, o'zi Orol dengizga suv yo'q. Yana suv sep deysan? Shunay tiling ikki qarishda seni bunaga qanday erga beraman? Men bugun seni imtihon qilaman. Har bitta ona qizini imtihon qiladi. Bugun men seni imtihon qilaman. Birinchi tuxum pishirishdan qani bir sizni tuxum pishirishingizni men ko'ray qani. Nanajon, o'zi chikki qilib pishirib tashlayman. Bu xudo meni olmasin, o bir qozon yo'qqa tuxum pishirmaydilar-ku. Bir qozon yo'q yetmaganiga loshka bilan kim tuxum pishirgani qiz bo'lmay ketsin. Nanajon, bu shafaq paxtamoyi. Qani qizim bir postalarni yuving, qani bir tomosha qilayotgan qanday yuvasiz? Nanajon, chotki qilib yuvib tashlayman. Rakvinani to'yildirib posta qilib yuvmaydilar. Kelin bo'lganingizdan keyin bitta bo'lganda bitta yuvib qo'yishingiz kerak. Nanajon, keling, sho'rba sizaymi? Bu sho'rba emas, bo'tqa-ku bu. Bir ovqat qilish ham qo'lingdan kelmaydi. Bunaqaga seni qaynonang 3 kunga haydaydi. Men imtihonimdan o'tolmadim. Ey xudojon, shu onamning imtihonidan o'tguncha seni imtihoningdan o'tsam bo'lmasmidi? Tezroq erga tegib ketar. Shu uydan qutulay.